Ramazan ayı münasabati bilan aksiyalarni qo'yapmiz. 10%dan 50%gacha chegirma etib qo'yapmiz. Bu arzonlamadi. Buni arzolatib qo'yapmiz. Ha, arzolatib Shu oy munosabati 50 ming, 45 ming, 48 mingdan olib borgan ekan 40 ming so'mdan qo'yib beramiz. 2 million so'm sotyapti edik. Bularni 1 million 900 ming so'm etib qo'yamiz. 300 xilda aboy bor bizada, 300 xil. Bulardan polni hammasini xatich. Bular ham xatich biralarimiz, har turli variantlar. Bularımızın bahası mana 350 ming sotilgan, 230 mingga tushirib qo'ydik. 40 turi bor. 40 turi bor xudo xolasa. Ko'rib osonroq bo'ladi. 65 ming so'mdan 120 mingdan tanishtirib o'tamiz. Eshiklarimiz assortimentlari har xilidan bor. Qilib berikmi? Ya undan 1 million 1 millionmi? 1 million bo'lsa 1 million etib beradi. Do'konimizda 25 kilovatgacha mavjud. Undan ulus kerak bo'lsa, zakaz Italiano, Bianco degan firmalarimiz fosforli variantlari, Flugrid hamma ranglaridan bizda mavjud. Qumliq, qumsiz. Agar shu oyning ichida oladigan bo'lsa, besplatniy material deganimiz. Bu suvda cho'ktirib qo'ysangiz ham shishmaydi. Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bugungi videomizda sizlarga Berlin shahrida joylashgan Ekastroy do'konining uy qurilishlari uchun kerakli bo'lgan materiallarning narxlarini bilib o'tamiz. Adresni aytib o'tsak, bu yoqdan kelishda Voyankomatning yanında. Bu yoqda Asr to'yxona vokzalning orqasida. Kelasizlar. Ramazon uchun skidkalar bo'lar ekan. Shuni bir qator bugun baholarni bilib olamiz. Materiallardan gipsokardon, plastik, oboy hamma narsaga skidka bo'lar ekan. Adresni qisqacha aytib tushuntirib o'tsak, bu yoqdan kelishda Milisaxona yoqdan kelasizlar. Bu yoqdan kelishda Dambe yo'li yoq, bu yoqda Voyankomat. Shu yerda kelasizlar. Ekastroy do'konini. Assalomu alaykum. Bizning Ekastroy magazinimizda xudo xolasa Ramazon oyi munosabati bilan aksiyalarni qo'yapmiz. Kelib xudo xolasa foydalansam va aksiyalarimizning faizlari xolasa 10%dan 50%gacha chegirma etib beryapmiz tovarlarimizga. Tovarlarimizni hozir xudo xolasa bir chetdan tanishtirib o'tamiz. Gipsokardondan boshlab sirtdagi vajlardan hammasini bizlarda undan keyin aksiyamizning shartdan 31 martgacha davom etadi. Ro'za oyida faqat. Ro'za oyining oxirigacha Xudo xolasa arzon bomba narxlarda qilib beramiz. Arzon chot ketib, dastavkalarni qo'yib, xudo xolasa hammasini. Endi gipsokardonlarning baholarini aytib bersin. Gipsokardonning bahosina keladigan bo'lsak, gipsokardon Knaf hamma tanigan bilgan Knaf gipsokardonlarimiz patoloshniy, aslamnoy patoloshniy 55 ming so'm, 52 ming so'm sotilayotgan gipsokardonimizni 50 ming so'mdan qo'yib beramiz. Xudo xolasa 0.95 Knaf gipsokardonimiz patoloshniysi. Buni 50 ming so'mdan bir danasini beramiz. Undan keyin buning stena deymiz, 12,5 bo'ladi, birda 2,5 bo'ladi. O'zi bahasi 65-62 ming sotaydik, buni 60 ming so'mdan beramiz. Xudo xolasa. Keyingisi ko'k gipsokardonimiz, Vlaga fasadniy deydi buni. Buni banyalarga ham ishlatadi. Bu gipsokardonimiz 75 ming, 73 minggacha sotilgan, 70 mingdan berib beramiz. 70 ming so'mdan arzonlabdi undan. Bu arzonlamadi. Buni arzolatib qo'yapmiz. Ha, arzolatib Shu oy munosabati bilan. Dastavkasi bor. Dastavka hammasini xudo xolasa qilib beramiz, chiroyli etib. Shu dastavkalarimiz ob'yomina qarab ko'p xalqning bizlarning tushunmay qolyotir. Ob'yomi sal kattaroq bo'lishi kerak, dastavka ilgiday. Shundan keyin dastavka etib beramiz. Ozg'ana zotlarga endi dastavka to'g'risi ishlab bera olmaymiz. Ob'yomi normal bo'lsa ishlab beramiz. Masalan 25-30. 25-30 tana bo'lsa qiynalmay ishlab beramiz. Aparaverasiz. Shaharning ichine shu besplatniy dastavka etib beraveramiz. Polniy Kirovga, masalan, mana Leninizmgacha bu yog'i Navoiy ketaveradi. Xudo xolasa. Shaharning ichidan chiqsa sagana endi kelishim bilan ishlab beraveramiz. Ozg'ana unday. Gaz puli bersa bo'ldi. Shoperimiz bor, o'zi aytadi, kelishdi, vafot beradi. Sizlarda birgina Knaf gipsokardoni bormi yo undan boshqa? Yo'q, boshqa firmamiz ham bor. Boshqa firmamizning gipsokardoni Foraver degan mana. Foraver degan gipsokardonimizning Vlagas turi bor bizda mavjud. Undan keyin stena og'i bor, stena xatirlatan. Bu fasadniy, arg'i внутренний, undan keyin patoloshniysi mavjud buni bizda. Bularning bahosini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, patoloshniysining bahasi ko'pchilik 50 ming, 45 ming, 48 mingdan olib borgan ekan. Bizlar buni gipsokardonimizni shu oy munosabati bilan 40 ming so'mdan qo'yib beramiz. Olib uylaringizga bosib taxlab qo'ysanglar ham bo'laveradi. Azcha usta tushirmayman, netmayman desangizlar ham
Zato erten utaslar, elinizden çıkıp duraveradi. Endi sizlarda bir yeri var, masalan bir material kelib olinadi-ku. Shundan keyin mesela material yetmay qolsa, telefon etsa dastlab ketib olib beradi, yana uyning egasi kelib ketavermaydi. Shunda. Bizlarda Aa. chegimizde savdo etgandan keyin savdo etgan balaning nomeri olsun sizga şu qaysi kunda savdo etilgani bizlarning chekda do'konimizning maxsus nomeri turadi. Shu nomerga telefon qilsanglar dastlab ham ishlab beraveramiz. Kelib ketavermaydi. Kelib ketibirish shart emas. Taksiga boshqaga netib vaqt ketirish shart emas. Endi Rossiya, Qozog'istonda kuzatadigan obunachilar bor. Ava. Shularga da telefon etsanglar, masalan ishlatmasanglar ham materialni olib qo'yayotgan bo'lsanglar, sizlarga Ava. olib beradi. Material turaveradi. To'g'ri. Materiallarni olib qo'yamiz. Shunday. Yetmay qolgandan olib beraveradi. Gipsakardonimizning patolognisini aytib o'tdik. Stena Ha, baho. ag'ini aytamiz. Stena ag'ining bahasi esa buni hozir bizlar bahasini juda arzon qo'yganmiz. Xudo xolasa 48 ming so'mdan qo'yaverdik. Oq gipsakardonimizni Steno. Steno edi. Steno Bu yaparsak. bo'shim Bolaton baha masali. Hech kim hali bahadan satgan emas. Biz sotamiz xudo xolasa. Patologiya kelaverasizlar. Patologni 40 ming dedim. Patologiyasi 40 ming so'm. Vlagadasi. Vlaganing bahasi 75 ming so'm, 72 ming aytib o'tildi. Bu 65 ming so'mdan beraveramiz. Zo'r. Sifatına gap yo'q. Gipsakardonning buni ishlatib ko'rgan odamlar biladi. Bo'ladi. Profil hamma narsasi bor. Profillar, rekalar hamma narsa shu yerdan bitadi. Profillarimizdan kelsanglar tanishtirib, ko'rsatib, rekalarimizni ham ko'rsatib beramiz. Bularni hozir birin-birin ko'rsatib berishga endi vaqtimiz sal chegaralangan, shuning uchun hamma narsamiz shu yerdan hammasi bitadi. Rekalargacha, shuruplargacha. Hozir ichkarida oboylarimizga aksiya bo'lgan, o'sin eshiklarimizga, lyustralarimizga va ko'p narsalarga aksiya bo'lgan. Barini bir chetdan tekshirib, tanishtirib o'tamiz hammanizni. O't mashinalaridan aytaveramizmi? O't mashinalaridan aytaveramiz. Aytavering. Bir ikki yerinde sal gapda sal nima bo'lishi mumkin biz yerlarda. Bu yog'i chaynalib qolamiz-da bir postiyanni so'lamagandan keyin. Shuning hisobidan elashtirmaysizlar. Kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa o'zingiz to'ldirib qo'yaverasizlar. O't mashinalariga keladigan bo'lsak, o't mashinlarimiz har xilidan mavjud bizlarda, xudo xolasa. Bu tumsoq degan bu. Bir bog' o'tni yutib yuraveradi. O'zi tortadi, lentali. Mana yaqinlashtirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana o'zi tortadi. Bularning bahasi 4,5 million so'm sotilgan. Bularni 4 million so'mdan qo'yib beraveramiz. To'xtab qolmaydi axir. To'xtab qolmaydi. Motorining kilovati 5 kilovatlik motor. Oldinda adam tishlari bor mana. Chaynab qolmaydi-da, tortib olaveradi. Qarshi kelgan o't sirazi. O'sam shu lentalining ustida voronkalasi bor. Bu ham shu o't, saman farqi yo'q, hamma chiqaraveradi. Buning bahasi 4,5 million so'm edi, 4 million 200 ming so'mdan qo'yib beramiz buni. Bu voronkalar bo'lganda Makka yarma chiqarmaymi bu? Bu Makkani yarmalamaydi, lekin bu yog'ina masalan lavlagi, gasher ya boshqa zot tashaverasiz-ku. Sabzavot. Shu ona o'ynaqdan o't kelib turadi, bu yoqdan sabzavot ketib turadi. Tayni o'tni yem etib chiqarib beradi malga. Chaynab beradi. Tishi yo'q mol boqsanglar ham bo'laveradi xullas. Bo'ladi yaxshi. Bundan keyin eng ko'p ketib turgan o't mashinamiz postiyanli bilan sotiladigan 4 pichoqlisi, 6 pichoqlisi mavjud buning bizlarda. Bularni hamma ko'pchilik taniydi. Bahasi buning 2 million 200, 2,5 milliondan vaqtida sotilgan o't mashinlarimiz 2 million so'm sotib edik. Bularni shu mana Ramazon oyi munosabati bilan 1 million 900 ming so'm etib qo'yaman bularni. Kelib olib foydalanversanglar bo'laveradi. Bizning kanalda aytib kelsa, skidka bor. Hop. Beruni istatibini aytib kelsa, skidka etib beramiz, xudo xolasa. Beruni istatubi kanalidan keldik desanglar, undan ham qaytib berasizlar-a? Ava. Kelishib berasizlar. Xudo xolasa. O'sin ba'zi trendda turgan o't mashinamizdan biri, hamma tanigan bilgan, bu ham yaxshi ketib o'tirgan o't mashin. Buning O'zbekistonda ishlab chiqarib turgani bor, Xitoyda ishlab chiqarib turgani bor. Baribir O'zbekistonda ishlab chiqarib turgandan baribir Xitoyning motori qo'yiladi, baribir nechta etsangiz ham. Lekin buning O'zbekiston farqi, O'zbekistonda ishlab chiqarib turgandan farqi, sifati yaxshiligi ishlatganingizda vibratsiya berib qaltirab ketmaydi. Sentrobka bo'ladi. Sentrobkasi Xitoylar qo'yganda to'shni yaxshi qo'ygan, ishlagan. Buni O'zbekistondagini sotib turdik, 2 million 600, 2 million 500 sotdik. Hozir bu Xitoydagi ham arzon ham kilovati 5 kilovatlik motor qo'yib turibdi buna. Shuning munosabati bilan bu arzon chiqyapti.
Roz ayındaki ilata olmasanlar bunu 2 milyon 200 bin so'mdan berib beramiz. 2 milyon 200 bin so'mdan. Motorlar hemen esas Polni. Bu yağında avtomatları, indikatorları var, ko'rsatib turadi. Eldinde eksi yetkisi var. Mekkenem yarmalı yuradi bu. Hemen narsani ishlaydi bu. Universal bu xullas. 2 milyon 200 bin so'm. Keyingi bu. Keyingisi Mekkenem yarmalıda otam chiqaraveradi. Universal deb aytamiz buni bizlar. Universalni ot mashinamiz 3 milyon 200 sotilgan, bular 2 milyon 800 bin so'mdan berib beramiz. Daxilasi. Hem Mekke yarma hemen esas. Hamma narsa chiqaradi. Keyingisi. Bular ham shu ko'rsatib o'tgan turimizdan, ko'rsatgan. ava, ana shu turdan bu. Bu necha so'mlik edi? Bular bunun bahası 1 milyon 900 bin so'mdan 1 qo'yib milyon verdik. 900 bin. 1 milyon 900 bin so'mdan olib ketsa bo'ladi. Bu yoqda endi Mishalkalarimiz var. Mishalkalar şu 3 milyon 600, 3 milyon 500. Bulardan şu skit ketib qaytib beramiz xudo xolasa. kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Hamma narsaga skidka bor. Ava. Aytib turgan bahodan ham kesib beradi. Endi ichkarida bir qator Ichkarida bir qator tanishtiramiz hozir. Xudo xolasa. Главный qaysi narsalardan boshlaymiz? Главный xudo xolasa aboyga chiqamiz hozir, ikkinchi etajga. Aboylarni ko'rsatib o'tamiz. Olsin, bizda lyustralar bor, aksiyada. Lyustralarga skidka bor, ha? Lyustralarga skidka bor xudo xolasa. Qani Mesela hozir turib lyustramiz deb adatdan bo'lsak, misol kichkinasi mana 335 santimetrlik turib lyustramizning bahasi mana 350 ming sotilgan, 230 mingga tushirib qo'ydik. Kelib qaraysiz bo'ladi. Undan ulug'rog'i ham bor. Bundan kattasi 550 lik deb aytiladi. 550 lik deganimizning bahasi esa 550 ming so'm sotilgan. Bularda hozirda 400 ming so'm etib beryapmiz mana. 400 ming baholar yozildi. Baholar yozilib turibdi. Shunda avvalga qaraganda 150 ming so'm arzon. Ova. Aytam 10%dan 50%gacha do'konimizning ichidagi vajlarga chegirma bo'ladir. Kelib ko'raverasiz, Kelib hali ko'rasizlar. lyustralarning baholari yozilib turibdi. Baholar yozib turibdi mana. Skidka bo'ladir. Hammaga skidka baholar. Lyustraning turi ko'p. Polniy lyustra. O qaraqlarni endi. Kattalarini az aytamiz mana. Kattasi 1 metrlik bu. Ko'pida 80 santilik, 85 santilikni sotadi. Bu to'shli 1 metr. Kattasi baxshi. 1 metrlik 1,5 milyon sotilgan vaqtida 1 milyon 200 ming so'mdan berib beramiz. Avvalga qaraganda 300 ming so'm. Ava. Kim buni asıl turadi? Buma. Bularimiz 2 milyon 600 ming so'm. Bahası hozir buni 2 milyon 200 dan qo'yib berdik. Mana. Skidka bahası. Ava. 400 ming so'm skidka. Mana kelib ko'rsanglar, tanlab olaverasizlar. Har xilidan bor. Endi bular high-tech variantlari. High-tech variantlar, azıqı dizaynlar bular. Bulardan ham shu baholari shu skidkaga qo'yilgan. Kelib ko'rib albasanlar bo'ladi. Bulardan endi birin-birin baholarni aytib o'tira olmaymiz hozir. Ko'pda berdi, hammasini aytib o'ta olmaymiz. Baholarni mana ko'rsataveraman. Bu yoqdagilar ham yana lyustralar bo'ldi. Bu yoqdagilardan to'q ulanmagan bularga shu. Bizda mana elektr tovar qatorimiz, xudo xolasa, lampochkalarimiz, galogenlarimiz, biralarimiz, stabilizatorlarimiz, projektorlarimiz. Bulardan tanishtirib o'tamiz. Endi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Galogenlarimiz, biralarimiz. Buralarning har turli zo'r variantlari chiqqan, buralar. Har turli mana hozir led biralar chiqqan, tim chiroyli turadi. Mana ko'chaga fasadga qaytish, bular ham qaytish biralarimiz, har turli variantlar. Ko'pchilikka yana internetda ko'rib bilgan bo'lsa, mana shu yerlarni xudo xolasa magazinimizda bor. Baholari qanday endi? Lampochka bira degan vajlarimizning endi baholaridan ko'pligini ko'rib turibsizlar. Kelsangizlar batafsil tanishtirib beramiz. Bolalar bor, xudo xolasa. Chot ketib, arzon yetib. Har turli. Geçip stabilizatorlarni aytib o'tadigan bo'lsak, stabilizatorlarimizni aytib o'tamiz bo'lmasam. Stabilizatorlar 25 kilovatlik stabilizatorlarimiz 3 milyon so'm berilyapti. Bo'lish bahasi 3 milyon 200 evvel sotilgan bahasi. Stabilizatorlarimiz 15 kilovatliklari
2 milyon 800 ming so'm satılgan, hozirgi kunda 2,5 etib beryapmiz. Firması qanday bular? Firması Strilog degan. Strelov. Strilog admotkasimiz, garantiyasi 1 yil. Ha. Bu yoqda Dusyel Nuralarimiz bor. Bulardan baholari shu kilovatına qarab chiqaradi mana. 15 kilovatlığı, 15 kilovatligining bahası 3,5 milyon so'm sotilgan, 3 milyon 250 ming so'm etib beryapmiz bularda. Kichikroqlari variantlari. Xullas bu narsani endi batafsil aytolmayimizdan 550 ming so'mdan boshlanib 4 milyon so'm, 3,5 milyon so'mgacha bor. Hammasining garantiyasi 1 yil. Eng ulkan kilovatlığı necha gördü? Bizda hozir 20 kilovatgacha do'konimizda 25 kilovatgacha mavjud. Undan ulduz kerak bo'lsa, zakazga oldirib berilaveradi. Zakaz etse Zakaz ondan uğraklar to'g'iladi. Aldı, to'g'iladi. Mana inverterlar ham bor ekan. Bundan keyin hozir bizda ko'mir kotellar ko'pchilik ishlatib o'tiribdi. Ko'mir kotellarni to'g'ri qo'ysa, o'chib qoladi. Sirkulyatsiya o'chganligi sababli o'sin kotelimizning bosimi kuchayib ketib, ko'mirlarni olib yuribdi-da ko'p odam. Qiynaladi. O'chib qolgandan keyin havo bosimni netolmaydi. Sirkulyatsiya agar bu narsadan Deltron degan firmamiz akkumulyator ulab qo'yiladi. Akkumulyatordan biz tanishtirib o'tamiz. Yellow akkumulyatorlarimiz bor. 1 milyon 600 ming so'm, 1 milyon 200 ming so'm chiqadi. Svet o'chgan vaqtda faqat sirkulyatsiyani ulanib turamiz. 24 soat davomida ushlab beradi sizga. Yaxshi, unda to'qqa Deltron degan. Bu narsani postoyanno shu akkumulyator ulab qo'yiladi. U 220 ga taqiladi. Nasosning to'g'i esa tiyinli rozetkasi bor, shunga taqiladi. Shuning hisobidan o'zi o'chib yonib ishlab turadi. Bunga tiyish kerak emas, o'zi zaryad beradi. To'q bor vaqtda, to'q yo'q vaqtda akkumulyatordan olib, nasosni aylantirib beradi. Postoyanno bir xil donbada isitadi. to'qqa taqilib turadi, zaryad ham beradi, o'chsa polni ishlab turaveradi. Ishlab turaveradi. Yaxshi. Ses chiqmaydi. Ishlash muddati juda ko'p. Xudo bu Solnishniy Deltron degan Solnishniy firmaning inverterlari bu. Lekin pullar ham shunga loyiq. Puli 2300-2200 ming so'm chiqadi. Aslida bu o'zida undan ham qimmat olib yuribdilar. Bizning do'konimizda lekin 2200 ming so'm. Bo'lsin, bu yoqda obishniy reaktori bor shu narsaning. Obishniy reaktorlari bular baholari mingligi 1 kilovatlığı 750 ming so'm chiqib turadi bularda. 1000,5 esa 850 ming so'm chiqadi. Bulardan ham kelishtirib beramiz. Bu ham shu ishda ishlaydi, lekin obishniyroq variant. Lekin bu esa premium klass variant. Hamma narsaga aql yetadi. Hammaga aql yetadi. Siz uyingizga aqlli kotel qo'yadigan bo'lsangiz, aqlli kotelningiz nima deydi, gazli kolonka deydi u bilan bizning tilimizda. Uni qo'ygan vaqtda to'g'ingiz yaxshi bo'lmasa, stabilizator qo'yib berishingiz kerak-ku. To'q o'chaveradigan bo'lsa, siz bunday qo'yishingiz kerak, to'g'ri keladi. Hozir bu stabilizator vazifani bajaradi. Ham stabilizator, sinus to'q beradi. Sinus to'q deganimiz bu eng zo'r to'qni chiqarib beradi, filtrlab beradi to'qni. Yo'qandaqlarni oddiy raqamlar shu oddiy, mana shu variantning kichkina variantlari bular. 350 ming, 370 ming so'm chiqadi. Masalan, to'q o'chib qolsa, ustakanlar ya bir narsa ishlatib o'tirgan bo'lsa, shuni foydalanib ishlansa bo'ladi. Uylarga lampochka yoqib qo'ysa, yo bo'lmasa bir zarur narsani foydalanib 220 chiqarib ishlatsa bo'ladi akkumulyator bo'lsa. Keyin projektorlar ham mana necha vattligi bor eng ulqani? Projektorlar 30 wattdan boshlanadi, ulqani 450 wattgacha bor. Her türlü projektorlar ham bor. Keyin bu lampochkalarning tomaloqlar. Watt qanday qilardi? Bular shu 20 wattdan boshlanadi, 50 wattgacha bo'ladi. Bular hozir tirik yoritgich deb aytadi buni otini. Bular shu magazinlarga, uylarga, high-tech usulda ishlangan o'tirgan remontlarga mos keladigan lampochka projektorlarimiz bor. Mana galogenlar her türünden bor. Her türlü galogenlarimiz bor. Yine akkumulyatordan ko'rsatib o'tsak? Bo'ldi, akkumulyatorni ko'rsatamiz. Yangi aytib o'tgan akkumulyatorlarimiz mana. Bizda buning 50lik, 75lik, 100lik degan turlari bor. 55liklarning bahasi 1 milyon 400 ming so'm chiqadi edi. Bo'lsin, 75likdagi 1 milyon 600 chiqadi ekan. Buniki esa 1 milyon 800 ming so'm chiqadi. Endi shu akkumulyatorlar, zo'r akkumulyatorlar bu. Baxilasi. Kelsangiz shu hamma narsa bilan tushuntirib beramiz. Do'konga kelsangiz ko'rib olasiz. Ko'rib olaverasiz, xudo xolasa. Shu bu yoq tarafimiz elektrotovar xatar, istalgan lampochka galogenlaringizni, provodlaringizni, kulchata rozetkalaringizni optim narxda xarid etib ketsanglar bo'ladi. Provodlarimiz mis, alyumin, kabellar, sip kabellar hammasi shitlar mana yuqorida.
Hammasi mavjud. Qalagan turdan 4 avtomatli shitdan boshlab 36 avtomatlargacha Seaton shitlarimizdan bor. Kelsang hammasini to'g'rilash. Ava kesang hammasini to'g'rislar. Bu yoq tarafda har turli kraska, emulsiya har xil turidan bor. Stikla hovuz bormi? Stekla hovuzdan uch stekla hovuz shu. Yuqoridagi. Polimer shpagulovka. Polimer shpakulyovka ham bor. Atachentolar bor. Az alt tarafında ko'rsatsak bo'ladi ularni. Bizlarda mana hozir hammaga qiziq bo'lgan atachentolarımızın xillari bor. Ulardan ham qisqa, tez tushuntirib o'tib ketamiz. Atachentolarımızın klassini hisoblaydigan bo'lsak, bir klassi 5 kvadrat ketadi. Odamlar qiziqadi. Masalan, mana shu 5 kiloluk chelak 5 kiloluk chelak mana Hayat firmaniki atachentosi. Bularning qumli, qumsizi mavjud bizlarda savdomizda. Bu qumlisi, bu qumsizi. Har turli varianti bor. Her türlü variant. Endi bu narsani to'liq tushuntiradigan bo'lsam, bir klassi 80 ming so'mdan boshlanib 300 ming so'mgacha bor. Bir klass. Bir klass 80 mingdan boshlanadi, 300 ming so'mgacha bor. Qimmatlari bu mana Atacento, Italiano, Bianco degan firmalarimiz fosforli variantlari ham Flugrid hamma ranglaridan bizda mavjud. Qumli, qumsiz, oq hamma turidan bor. Bulardan kesanglar tushuntirib o'tamiz. Knafning mana Tiefengrunt, Multigrunt, mana hali so'ralgan bizlardan shpakulov qismini Rotfasat degan, Rotpasta degan mana shu Atacento'ning tiyini ishlatishga, undan keyin stekla hovuzlarimiz bor. Hamma narsa to'g'riladi. Knafning mana turlari ham bor. Knaf betona kontakt yanında brend ustalar bo'ladi, yaxshi o'zlari ishlatadigan. Mana shu betona kontaktning Knaf firmaniki ham bor. Buncha kiloluk bu? Bu 25 kilo, 20 kilo ekan. 20 kiloluk. Ava, 20 kilo. Bahasi 600 ming so'm etib beribdi biz. Endi aboylarni ko'rsatib o'tamiz bir qat. Aboylarni ko'rsatib o'tamiz. Aboylarimizga keladigan bo'lsak, mana xudo xolasa aboylarimizni qancha arzon bo'layotganini, avvalgi bahosini, hozir necha so'mdan berib o'tirganimizni tanishtirib o'tamiz. Aboylarning rasvetkalarini ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Aboyning turi ko'p. Arzondan boshlayman, qimmatdan boshlayman. Arzondan boshlaylik. Arzondan boshlaydigan bo'lsak, bu yoqqa qarab beramiz. Qimmatdan boshlasak u bo'lmaydi, bu qimmat ekan deb o'ylaydi. Bo'ldi. Mana shu aboylarimiz, bu yoq tarafdagi aboylarimiz aksiyaga tushgan. Bular mo'yshi aboylar. Mo'yshi aboy deganda odamlarimiz necha sinab ko'radi bilmadan buni bizada bunday deyib sinaydi buni. Qabjilmat. Buni yeberasan yana o'z qonuna kelib turaveradi. O'zi miqlam qolmaydi. Hijimqam qolmaydi. Ballar diyorga yapıştırandan keyin ana buna çizsa yuvub olaveradi priyamı. Bulardan bir evi bir yıl elden çıkan aboylar. Bir yıl elden çıkan aboylar bularda aksiyaga qo'yatimiz. Bular vaqtında 220 ming so'm, 200 ming so'mdan 195 ming so'mdan satgan aboylarimiz. Hozirgi kunda bularni 100 ming so'mdan qo'yaveramiz. 100 ming. Ostatka emas bular. Soni ko'p bularni. Qalagancha to'g'iladi. To'g'iladi. Prosta 100 ming so'mdan. Yaxshi, 100 ming. Bu ham shu muddati bor. Yani 31 martgacha. Xudo xolasa. Mana shu ko'p turgan aboylarimiz bu xatar 100 ming, bu xatar ham 100 ming so'm, bu xatar ham 100 ming so'm. Polniy shu xatar. Xullas, mana 1 2 3 ballar yana 1 2 xatar qo'shibdi. Bular ham shu 100 ming so'mdan qo'yaveramiz. O'sin bu yog'inda 150 ming so'mdan qo'yaveramiz bu aboylarimiz. 150 ming so'mdan. Bu ikki xatarmi yo bir xatar? Bu ikki xatar 150 ming so'mdan nuga deganda bularning soni cheklangan. Bulardan 4 rulon, 6 rulon, 5 rulon qolganligi uchun bularni 150 ming so'mdan qo'yaveramiz. Bular vaqtida 240 ming so'mdan sotilgan aboylarimiz. 270 ming deb 240 ming so'mdan. Toza versiya. Mana bular hali hech kim mana trafalet turlari bilan aboydan trafalet Atacento variantlar ham bor arasida 150 ming so'mdan qo'yaveramiz bularni. Bularning soni cheklanganda qanday? 4 rulon, 5 rulon bir xonaga
kollektorga, başqa şundağı yetatolar qalğan. Şu mana şu aboylarımız bu yağı 150 minglik aboylar deb olatan bolsak, anağını 100 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Ha, bir ay 100 ming. 100 ming so'mdan. Bu pol yanda pol moyşi emas bular. Pol moyşi bir yarım dana içinde bo'lmasa, qolgan barisi moyşi bular. Mana Max Decor internetga kirib ko'rsa da biladi. 100 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Evet. Bu yoqda olayım. Bu yoqda endi bu aboylarımız taza, hozirgi kunda, o'tgan hafta kelib turgan aboylarımız bular. 2 haftalik aboylarımız. Bahalarini tanıştırib o'tadigan bo'lsak, 240 ming so'mdan tam arzon berganda 200 ming so'mdan sotib o'tirgan aboylarimiz 165 ming so'mdan 31-martgacha bo'lgan davrda olib foydalanib qolsanglar bo'ladi. Remont yozda ishlayman, kuzda ishlayman deganlar ham bo'lsa, usta bilan hisobni etib, ya'ni kvadratlarni bilib, jarolon kesishini bilib olib qo'ysanglar, pulingiz ekonom bo'ladi. Skidkalar şu roza. Skidka bilan shu roza oyi munosabati bilan ishlayapmiz. Allah berekesini bersin, Xudo xolasa, şu klientlarimizga yaxshi, nima deydi, yaxshi bir ko'nglida joy qoldirish harakatindamiz. Bu hammasi bag'asi birmi bularning? Bularning mana polni hammasi mo'yshi bir xil narxda ketadi bular. Birin Xudo xolasa ko'rsatib chiqsangiz bo'ladi. Ne? Bu aboylar kelib ko'rsanglar, to'g'ri xalaveraverasizlar. Kuxnyaniki Eng so'nggi chiqqan turlardan aboyimizning 300 xilday aboy bor bizda, 300 xil. Bulardan polni hammasidan assortiment bor. ne aboyning turlari. Her xil turdan bor. Bu yoqda aboylarni endi. Bag'asi birmi, dinlimi bu yoqda? Bir xil hammasi. Hammasi bir xil chiqadi. Turlari aboyning. Sizlarga qatan aboylar to'g'lashirdim. Atacento, gulliga atacento o'tgan, ochiq svet, temniroq svet, bir rasvetkadan 3 xili telef vibrlari bor mana. Qaymoq rangi, rozvoy, osmon ko'k rangi, jemchujniy ranglardan hammasidan bor. Kelib ko'rib tanlab olsanglar bo'ldi. Bundan keyin bu aboylarimizga ham skidka qo'yib berganmiz. Bularni 25 ming, 26 ming sotganmiz. Hozir kelib olib ketadigan shtugini 20 ming so'mdan berib beramiz. Assortiment bor bularda hammasi. To'g'ladi qo'y. Masalan, izi bor. 100 kvadrat 100 kvadratgacha polni top bera olamiz. Kami 100 kvadratgacha. turi ko'p. Turi ko'p. Xudo xolasa. Kim bular ne? Bularimiz hozirgi puxim mramorni samakleshi nima deydi, hamma hozir trendda bo'lib turgan narsalarimizdan biri shu. PVX samakleshi. Arkasında kley var. Kley var. Shunda ochasizlar. Ochib turib, boy yuzaga yopishtirsanglar bo'ladi. Yopishadi. Hem chiroyli vid beradi, ham tez bitadi ishingiz. Bularning bahosini aytib o'tadigan bo'lsak, 1.22 eni, bahosi deyapman. Buning bo'yi basti 1.22 3 metr bo'ladi. Bahosi 200 ming so'm, 190 ming so'mdan berib turibmiz. Xudo xolasa, bulardan ham yana bitta tushib kelishtirib beraveramiz. Yodimizdan chiqib ketibdi. Bir rulon qolgan aboylarimiz bor, 2 rulon qolgan aboylarimiz bor. Ularga dim arzon qo'yganmiz. Bir rulon qolgan aboylarimizni 50 ming so'mdan berib beraman. 50 ming. 2 rulondan qolganlarni 100 ming so'mdan berib beraman. 3 rulon qolgan aboylarimizni 3 tanasini 400 ming so'mdan berib beraman. 3 tanasi 400 ming. 135 ming so'mdan tushadi shunday. Yaxshi variantida u aboy. Yaxshi variant. Masalan 3 rulon yetadigan yerlar bo'lib qolishi mumkin. Avam shunday arzon aboy chiqsa olaman deb berganlar bo'lsa, kelsanglar, olib kelsanglar bo'ladi. Bir rulondan masalan bulardan ham yaxshi fantaziyalar ishlasa bo'ladi. Bir duyolda edinni avashli duyol. Televizor zonalarga, boshqalarga ishlasanglar bo'ladi. Kleylar ne? Kleylar zakon deb bahodir dedi. Asim kleylarimiz 105 ming so'mdan qo'yib qo'yibmiz. Master kley 50 ming so'mdan, shu yarim kiloglari 1 kiloglari 85 ming so'mdan. Xullas, o'z eng xadoy kleylar aytib o'tdim. Winix degan 85 ming so'm 1 kiloligi. Mana Winix 85 dan 1 kilo. Sifati zo'r, original kleylar. Ishlatib odamlarga aytuvdim kerakli pullarni bilib olib turibsiz. Kelib olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. PVX gipki mramorlarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda trendda bo'lib turgan narsalarimiz bular banya, tualet, televizor zonalarga, общий kuxnyalarga har xil svetni rasvetkalarni mavjud.
Bunun sifati hazır her xil nesi chiqib ketgan, arzonlari chiqib ketgan, lekin arzonda farqi bor. Arzonning arzon bo'ladi, lekin sifati bo'lmaydi. Lekin bular sifati zo'r. Bularni shunday kesmaganicha sindira olmaysiz, buklab, o'rab. Originali bu yuzi qirchilmaydi buni. Mahkam qo'ying. Mahkamak yaxshi turi, bo'yi 280ligi, 1.22 280ligi. Bularni bahasini 350 ming so'm, 330 ming so'm sotib edik. Bularni 300 ming so'mga tushirib qo'ydik. Bir ay. Bir ay 300 ming so'm. Bularning 25 30 yo'q, bu 25 emas, yangi kelganlari bilan shu 40 ga borib qoldi bizlardan turi. 40 turi bor. 40 turi bor, xudo xolasa. Ko'rib osonlar bo'ladi. Mana hozir mana nemizdan shu vitrinamizda har xili bor. Bu bor masalan mana ko'klarimiz bor, mana oltin svet o'tgan. Xullas, hozir hammasini bir-birini ko'rsatib o'tira olmaymiz. Kelib ko'rsanglar, orqani ko'rishga vaqt bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Ajoyib. Turi ko'p. Sizlarga kerak turi tug'iladi. Havo. Orqasida. Mana hozir taroqlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz, taroqlarimiz bor. Bulardan ikki chetine qo'yiladigan taroqlarimiz mavjud. Xudo xolasa. Taroqlarimiz mana xudo xolasa. Baholar bilan tanishtirib o'taman. Bu taroqlarimiz qanday plastik, ichi qabirga variant emas, bular qattiq bo'ladi. Masalan, yosh bolalaringiz bunday ushagan vaqtda, boshqa vaqtda barmog'i kirib yo boshqa bir qirchilib netmaydi bular. Bularni qira olmaydi. Plastik variant. Plastik variantda, bu qattiq variant. Buni hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana. Plastik bunday ne emasda bu? Qalin, original narsa bu. Yo'ldan ham mahkam bo'ladi. Xitoydan keladi bu, Xitoydan. O'zimizda chiqmaydi bu. Sifati zo'r bu. Bu turi ko'p buni? Buning turi ko'p. 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha bor. Bir danasi. Bir danasi Necha santlik bo'ladi endi? Yeni kami 14 sant, 15 sant bo'ladi. Keyingi modellarimiz mana rasvetkalarni ko'rsangiz bo'ladi. Har xil turi bor. Bahasi bir turma bular? Baholari shu hozir bir aytib o'tamiz desak vaqt ko'proq ketib qolacak. Shuning uchun eng arzoni, eng qimmati. Eng qimmati, eng arzoni bo'lsa 65 ming so'mdan 130 ming so'mgacha bor. Santisidan keladigan bo'lsak 12 santidan kichkinasi yo'q. Eng kattalari 15-16 santgacha bor. Mana har xil rasvetkasi bor. Kimdir aqqa, kimdir mebelniga, kimdir zolotoy svetga qiziqadiganlar bo'lsa, kelib ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Assortimentimiz xudo xolasa Her türlüsünden var. Assortimentimiz zo'r. Ekastroy xudo xolasa sizin ishonchingizda xudo xolasa polni aqliydi. Gantellar. Gantellarimizga keladigan bo'lsak, gantellar xudo xolasa assortimentimiz yanada ko'paytirdik. Avval ozroq edi, hozir dim ko'paytirdik. Mana bu yoqda ham polni gantel. Ko'rsanglar, gantel deydi, patolochniy priunt deydi, buni ko'p o'tirmanglar. Gantel deganimizga. Mana shu variantlarimiz. Xullas 2 santimetrdan 25 santimetrgacha gantellarimiz mavjud. Xalagan turda. Bu ham ko'pchilik hozir buni atachenti o'raman deydi, ramka etaman deydi. Shunga bunday nelar qattiq variantlar nerdan topaman deydi. Mana ustidan bosib o'tsang ham hech narsa etmaydi bular. Mana. Yumqaymaydi bular. Mana. Plastmasday. Resmi plastik. Şunun bahasını aytırım. Bunun bahası 23 ming so'm turadi bir danasi. 22 ming so'm etib beramiz. Mekkam xiyli. Mekkam xiyli. Bu rossiyskiy firmaniki D-Baget degan. Internetga kirib ko'rsanglar, D-Bagetning sifatlari haqida tanishib o'tsanglar bo'ladi. Her türünden var gantel. Bunun her xili bor xullas. Hamma turidan bor. Kelib olib kelsanglar, xudo xolasa kelishtirib bolalarimiz qarab beradi. Eshiklarimizni tanishtirib o'tamiz. Eshiklarimizning assortimentlari har xilidan bor. Turlari cottage varianti, neoklastika, gulli variantlaridan ham bor hammasidan. Turi ko'p eshikdan. Bir chetdan tanishtiramiz. Baholarni aytib bo'lgandan shu kam tezroq tanishtirib o'tamiz. Tushiramiz desak bir kunlik video bo'ladi. Bir kunlik video bo'lib ketadi. Ko'rishga charchab qolasizlar. Shuning uchun hozir biz bu yerda eshiklarimizga baho yozib qo'yganmiz. Bahasi avvalgi baholar 1 500 ming so'm sotilgan eshiklarimizni hozir qo'llab zamoga qo'shilmagan holatda bo'lib turgan narsa edi bu.
Hozir bunun içine şu 1 milyon 500 içine qullab zamokni padar ketyapmiz. İçinde ketadi onda. Aksiya munosabati bilan qullab zamok etib qo'ydik buni. Ustanovkasi ne? Endi ustanovkasi içinde bo'lmaydi to'g'risi. Ustanovkaga 200 ming so'mdan pul qo'shsanglar, ustanovkani qildirib beramiz. Adinni qurib olaveradi, biroq avvalga qaraganda qullab zamogi hamma narsasi ichida bo'ladi. Lekin shu 200 ming so'mga quradi deb aytdik, ko'pchilik qimmat ko'rishi mumkin. Siz bu eshikni 1,5 million 1 million 600 ga olib turib, 100 ming so'm, 150 ming so'mga qurdiraman deb, ekonom etaman deb o'ylasangiz, eshigingizni bir petno berib qo'ysa bir yerine olsun, yaxshi ustani qidirib qolasiz. Sizlar o'zdan garantiya berasizlar. Bizlar garantiya shu petnosiz chot yetib, yaxshi etib qurib berishini. Chaklarni e'tibor etsanglar bo'ladi. Eshikning yovilishlari ham tam yengil, xudo xolasa. Yaxshi variant. High-tech variantlarimiz, azmina bu yoqdan tanishtirib o'tamiz. Yarma qapı variantlarimiz var. Oq eshiklarimiz hozir neoklastika bular ham eng zo'r eshiklarimiz. Bahası 3 milyon 300 ming so'm qo'yib, 3 milyon so'mdan berib o'tirdik, qullab zamoksiz. Bunun içine qullab zamokni qo'shib qo'ydik. Aksiya munosabati bilan 3 milyonning içine 3 milyon 300 alınadi, qullab zamok plus içine. 300 ming so'm qaytibdi. Xullas zamok qullab hem qaytib, hem 300 ming. Mesela zamok 130 ming so'm, qullabingiz ham 50 ming so'mdan 100 ming so'm bo'lganda 230 ming so'm plus bo'lib turibdi, 3 million so'm. 3 million so'mdan 230 ming tashlaydigan bo'lsangiz 2 million 770 ming so'm pul qoladi. 2 million 770 ga tushib turibdi sizga shu eshik. Yaxshi. Ana shunday. Xullas bu oq eshigimizning yana bir varianti. Bu ham shu. Mesela 1 million 680, 1 million 600 beramiz deb qo'yibmiz. Qullab zamok ichida. Parok kerak bo'lsa qo'shtirasizlar, lekin u pulli bo'ladi. Eshiklarda hozir olib qo'ysanglar bo'ladi shu ayda, mana edir ekonom bo'ladi. Masalan, bitta eshikda 300 ming so'mdan qolganda, to'g'ri? Yana bir eshik qolib turibdi. Bundaki bu eshigimiz bor. Ko'pchilik taniydi, mahkam ovur eshiklardan biri. Bulardan ham shu qulaylik talabi 1 million 650 ming so'm edi bahasi. 1 million 650 ming so'mga sotilib turgan narsasi qullab zamok adini hisoblab beratan edik, lekin buning ham shu qullab zamog'in ichida 1 million 650 ming yetib qo'ydik. Mana shu eshigimiz. Bu eshigimizning to'q rangi bor, so'ng ochiq rangi bor. Mana ochiq rangi bu rasvetkada bor. Bo'lsin, bu rasvetkada bor. Undan boshqacha turlar tug'iladi. Har xilini topib beramiz. Bo'lsin, bu high-tech variantlarimiz bor. High-tech variantlarimiz esa mana deb ko'rsangiz bo'ladi. Bularni qullab zamogi içinde bularni necha so'm qilib beramiz? 1 million 100 qilib berikmi? Ya onlardan 1 million 1 million ma? Bo'ladimi 1 million? 1 million ma? 1 million bo'lsa 1 million etib beramiz. Bizning kanaldan kelsanglar, zamogi içinde 1 milyondan şu high-tech eshiklarimizni olib ketsanglar bo'ladi mana. 1 million so'm. 1 million so'm. Bizning kanalda aytib kelasizlar, mana 1 millionga chiqib. 1 million. Qullab zamok içinde. Eshik prosto eshik emas. Bunun shunga o'xshash O'zbekistondagi eshiklarimiz ham bayağı serta chiqib turadi. Bu Rossiyadan kirib kelibdi bu eshiklarimiz. Rossiyskiy. Mana yaxshi pishiravermish ana. Bo'ldi. Bularning yarma qapılar ham mavjud. Hammasidan adinarnisan bor, yarma qapılar ham bor. Eshiklarda shu aytib ketasizlar, bir kun 2 kun oldin zakazga sразу uyingizga dastavkasi bilan dastavkasi bor bu eshiklardan. Bir eshik bo'lsa dastavka qilmaymiz, 5 eshikgacha dastavkasi bor. Mesela hozir bu qullab zamogi deb olib qo'yatir. Qullab zamogi qo'yilib turmaydi axir, addiniy turadi. Addiniy turadi. Sizlar beraverasizlar, uni. Eshikning o'zi polotno, addiniy upakovkada turadi. Отдельный коробкалар упаковка bo'lib turadi, qullablar addiniy upakovka. Hozir olib qo'yaman degan odamga shu qullabni zamogini beraverasizlar. Avoy. Berisini komplekt etib beramiz. Olib qo'yaman desangiz ham yo'qolib zapchaslari netib ketmaydi. Bas upakovkada chiroyli bo'lib turadi. Bir yil quring, endi yil quring, zato eshigingiz ko'nayib qolmaydi. Yaxshi eshikdan olib qolasiz, xudo xolasa. Arzon bo'lib turibdi. Dushoy kabinalarimiz ham bor. Ko'pchilik dushoy kabinalar topolmay yurgan eshitib bizning do'konda bilmaydigan odamlar ko'p ekan. Ekastroyda. Ekastroy misal ichkariroqda joylashganligi sababli shuning uchun ko'p odam bilmay qoladi. Shuna obzor etishga qaror qildik, xudo xolasa. Ulardan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana dushoy kabinalarning ichki ko'rinishi 1.20 ga 80 lik razmer.
Allah Allah. Bakalar 6 milyon 300 satılgan 5 milyon 371 atamiz. Tez aytib o'tib ketamiz. Amallar tushunib olasizlar. Bo'lmasa kelib ko'rasizlar. Kelib ko'rasizlar. 1.20 kolonkalar ham bor, hammasi radiolar ham bor. Ichida keng dushovoy kabina qidirib birgalar bo'lsa, ishlari keng, arqayin. Qo'shiqda eshitib yunaveradi. Massajning funksiyalari ham bor. Baholari 8 million so'm, 7 million 600 pul beramiz. Dastavkasi ichida. Uстановкасы ne? Отдельный bo'ladimi? Uстановкасы agar shu oyning ichida oladigan bo'lsa, besplatniy qilib beraman. Uстановкасы besplatniy. Uстановкасini besplatniy qilib beraman. Lekin shu vaqtgacha sotilib turibdi, masalan 6200, 5200 ga sotiladi. Faqat dastavka bor edi. Plus uстановка qo'shib qo'ydim ichine. Endi uстановка bo'lganda hozir masalan trubasi kelib turishi kerak, kanalizasiya bo'lishi kerak-da. Ava. Endi ko'p odam tushunishi mumkin, trubasini ham chiqarib beradi, shu stansiyadan olib keladi. Shu gap tutuv yaxshi aytdingiz. Buni bunday bo'ladi. Dushovoy kabina upakovkada turadi, ko'rgan bo'lsanglar, chiroyli bo'lib, mebel teradigan bo'lsanglar, shunday upakovka bo'lib turadi, aynalari bersi. Barib uyingizga borib usta teradi, shu holatga keltiradi. Agar shlanka zatlari tayim bo'lib turgan bo'lsa, shunda ildirib berib ketadi. Tayim bo'lmasa, dushovoy kabinani terib berib ketadi. Bunun uchun santexnik kerak bo'ladi. Bunun yanına santexnik topib qo'yasiz, shu vaqtda sразу bu yandan ishlab tayyorlab tursa, dushovoy kabinani teraman deb shu ilab berib ketsa bo'ladi. Shu uстановка deganda ko'p odam kanalizasiya ham narsasi bilan tushunadi. Uстановка onda faqat dushovoy kabinani o'z terilishi, orqasidan suv uylanishi bo'lgani. Suv muzday suv kelu kerak. Suv muzday suv. Endi bularning hammasini birin-birini tanishtirib o'tamiz desak, ko'p vaqt ketib qolacak. Mana baholar yozilib turibdi. Liboy vaqtda kelib ko'rib olsanglar, mana 5 million 700 ming, 5 million 200 ming. Turlari ko'p. Hamma razmeri bor. 90 ga 90, 1 ga 1, 1.20 ga 1.20 hammasidan bor. 5 million 700, 5 million 200. Shu hozir ichine shu bizlardan bo'lgan yordamchilarga olib foydalanib qoladigan bo'lsanglar, Ramazon oyi munosabati bilan uстановкасini ichida qilib beraman. Dastavka, uстановка. Dastavka, uстановка ichida. Rakovinalarimiz tanishtirib o'tamiz. Rakovinalarimizni keladigan bo'lsak, 80 sm rakovina. Bularning 6 xil sveti bor. Go'lti, ko'gi, og'i, har turli zolotoy svetlaridan, krasniy svetlaridan bor. Bularning baholarına keladigan bo'lsak, 1 million 100 ming so'm etib berib atarmiz. Öyle 1 million 300 ming, 1 million 200 ming so'm sotilgan rakovinalar. 1 million 100 ming so'm. Üstü Rossiya, içindesi Yeso. Tınıq bu. Köp yerde sel fark etadi, taşlarında, nesinde, sifatlarında gap yo'q. Bu MDF bo'ladi, bu ise PVC bo'ladi. PVC material deganimiz, bu suvda cho'ktirib qo'ysangiz ham shishmaydi bu. Sifati yaxshi bo'ladi. Buniki salgina qimmatroq bo'ladi. Farqi 1 million 200 ming so'm sotiladi bular. 1 million 300 ming so'm edi bular. 1 million 200 etib beryapmiz. 100 ming so'm rais etadi. Bulardan alsanglar ham bo'ladi, xudo xolasa. Bu bahası bir tur ham bo'ladi. Hammasidan ko'rsanglar bo'ladi. Bu yog'idan bor, mana chinnisi iranskiylarimiz ham bor. Baholari qanday bo'ladi? Bularımızdan bahası evvel 1,5 milyon satılgan rakovinalarimiz hozir 1 million 150 ming etib beryapmiz. Iranskiy chinni üstü razmeri 60 santimetrlik. Bundan keyin 70 santimetrlik var, 1 million 300 ming etib beryapmiz. 1 million 400 mingdan kam sotilmagan, hozir yana 100 ming chegirma etib qo'ydik bularni. 100 ming so'm. Okey, basanglar bo'ladi. O'rtacha kichkinaroq. Bu ayaqli variantlarimiz şu 280 mingdan boshlanadi. Bular 700 ming, 650 ming, 800 minggacha chiqadi bular bahasi. Bularning ham har xil rangi bor. Kelib ko'rmagancha sizlarga yig'atan ranglar to'g'ladi emas. Bu yoqda ranglar bor endi. Bu yoqda mana usti gold o'tganlar bor, salgina qimmatroqlar 1 million 450 ming so'm, 1 million 400 etib beryapmiz bulardan. Bular ham shu 1 million 450, 1 million 400 etib beryapmiz. Ustidan gold o'tganlar. Ranglar ne? Ranglar shu yog'i 1 million 100 dan ketadi bular, bas. Bas 1 million 100 dan. Vandalarımız 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Eng patologi 1 million 800 ming so'mgacha ketaveradi. Bular bir-birini tanishtiramiz. Turidan ko'p bulardan kelib batafsil tanishib ko'rib olsanglar bo'ladi. Eng arzoni razmeri, eng arzonning razmeri necha? Eng arzoni 300 ming so'm. Dushovoy podon deb aytaylik. Ya bundaylarni oyoqlari. Bulardikimi? Bulardiki shu eng arzonlari 1 million 200, 1 million 300 dan boshlanadi. Razmeri nechagancha? Razmeri mana razmerdan bo'ladi. Hozir aytaman, 1.70 ga 70 bo'ladi bu.
Ha 1.50 ga 70 ekan. Ha, 1 milyon 50 ming qilib beramiz. ha, 1 milyon. 1 milyon 50 ming. 70. Uvaloklarniki ulda turadilar. Ha bu ana ideal firmamız. Bahası 1 milyon 1.20 ga 1.20'sinin bahasını aytaman. 1 milyon 550 ming satılgan, 1 milyon 450 etib beramiz. Desem. Bahalasa. İdeal degan Eng yuqori razmeri necha bo'ladi bularning? 1.50 gacha 1.45 shungacha boradi. 1.50 gacha. Ana eng kattalari. Bunday qo'shimcha aksessuarlarimiz ham bor vannalarga. O'rnatib qo'yganmiz o'zlarimiz. Ha, o'zdan O'rnatib qo'yganmiz va bulardan liboy vannaga qo'shimcha etib olsanglar bo'ladi o'zlarimiz. Ha. Liboy vannaga o'zlarimiz agar xohlasanglar o'rnatib ham beraveramiz. Bular lekin vannadan tashqari. Addiy bo'ladi. Addiy bo'ladi. Necha so'mmani mumkin? Bularning pullari shu 400-500 ming so'mdan minadi. Ha, shu bilan iyak o'shag'ichi. O'shag'ichi и podголовнigi bilan. Her türünden var onlardan. Şu Ekastroy dükkanına keliverasiz. Ramazan ayı için skidkalar bo'lar ekan. Keliverasizlar. Her türünden to'g'iladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga shunday foydali videolardan video chiqarib beraman. Videomiz yoqsa like bosinglar.